Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolodan madad so'rab darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, demak, bugungi darsimiz kulli nun va tanvin qoidalari bo'ladi. Inshaalloh mana sizlar bilan tajvid bo'yicha qoidalarni ham boshlab oldik. Alloh taolo o'zi darslarimizni manfaatli qilsin. Xo'p. Yuqorida tashlab ketdik, buni nimaga tashlaganimizni kecha darsda ham aytdim, demak, demak darslar davomida harflarni to'g'rilab bir kunda yaxshi bo'lib qoladigan narsa emas bu. Baribir harakat qilishingiz kerak. Ko'rib chiqasiz, maxrajlarni ko'rib chiqing har bitta harfni. Oz-ozdan kuniga 2 tadan, 3 tadan, 5 tadan qodir bo'lganingizcha harflarni, maxrajlarini yaxshilab, farqlab va bu ko'p eshitishlik, mashhur masalan deylik Husoriyni aytdim yoki mana o'zimizda Alijon qorini darslarini o'sha nima o'qiganlarni, qiroatlarini eshitib, maxrajlaringizni to'g'rilab olishingiz kerak inshaalloh. Chunki baribir boshqa til bizdan boshqacha, ularda maxrajlarida chiqadigan harflari, masalan, oddiy bitta B ni misolida qarasak, mana bizda ham B labda paydo bo'lgani bilan, lekin bizdan farqi, mana farqi deb yozilgan, bizani B imizga qaraganda arablarning B si yanada jarangliroq. Va hech qachon plashmaydi. Bizda mana B harfimiz plashib ketadi. Kitob desa, so'z oxirida kelsa plashib ketadi. Kitob deymiz, masalan. Kitobi demaymiz, masalan. O'shana ular shunaqa deydi, ya'ni kitobi deydi. Tushunaylik, ularning B'si biznikidan biznikiga o'xshab plashib ketmaydi. Jarangli chiqadi. Hop, shunaqa farqlarni bilib, shuni chiroyli qilib harflaringizni birma-bir sekin-sekin to'g'rilab chiqasiz inshaalloh. Bugun sizlar bilan sukunli nun va tanvin qoidalarini o'tamiz. Hop. Sukunli nun nima? Sukunli nun biz bilamizki, harfni ustida yo harakat yo sukun bo'ladi. Masalan, nun harfimiz ustida fatha kelsa, uni biz na deb o'qiymiz. Kasra kelsa ni deymiz. Domma kelsa nu deymiz, to'g'rimi? Endi sukun bo'lsa, sukun mavzusini o'tganmiz. Shu sukunli nun bo'ladi. Bu bir qanaqadir bir yangilik emas, to'g'rimi? Sukunli nun degani shu nunning ustida sukuni bor degani. Va tanvin deyilyapti. Nimaga tanvin? Sukunli nun bilan tanvinni nimaga bitta o'rinda zikr qilishyapti? Chunki tanvin nima edi o'zi? Masalan, deylik, tepasida ikkita chiziqcha, ikkita fatha bo'lsa an, pastda ikkita bo'lsa in, ikkita domma bo'lsa un deb o'qirdik. E'tibor berayotgan bo'lsangiz anni, inni, unni, oxiri n, to'g'rimi? Undan keyin hech narsa yo'q. Ana yoki ani emas, to'g'rimi? An. U ham xuddiki sukunli nunga o'xshaydi. Tanvinni nuni ham sukunli nunga o'xshagan bo'lganligi uchun sukunli nunga keladigan qoidalar tanvinga ham keladi. O'shuning uchun ular nima qilinyapti? Bitta qatorda zikr qilinyapti. Mana shu sukunli nun va tanvinda tushundik. Sukunli nun nimaligini, tanvin nimaligini tushundik. Qoidalar bor ekan. Ya'ni o'qilishning qoidalari. U izhor, iqlob, idg'om, ixfo. Mana shu 4 ta qoidasi bor. Sukunli nun, tanvinda nechta qoida borsa, 4 ta qoida bor deysiz. Hop, birinchisi izhor. Izhor nima? Mana 4 ta qoidaning nomlarini yodlab olasiz. Bu darsimiz shuki, endi bu yog'iga xuddi faqat qoida yodlagandek ko'rinamiz. Ozgina amaliyotlarini inshaalloh xatmda qilamiz. 30-pora xatmini qo'yilgani sababi ham shu, qoidani o'rgatib bo'ldi, dars tugadi, kurs yopildi emasda. Mana shu o'rgangan qoidalarimizni amaliyotini 30-porada qilsak, ancha esingizda qoladi. Masalan, hozir juda nima deydi, 100 ga 100 tushunmasligingiz mumkin. Izhor dedik, izhorda o'rganingiz 100 ga 100 tushunmasligingiz mumkin, lekin qoida kelganda izhor o'tadiki, izhor nima edi deb so'rayman. Siz o'sha izhor nima edi deganimda mana gapni ayta olishingiz kerak. Qoidasini aytib bera olishingiz kerak. Ana mana shu hozir izhor bo'lyapti desam, keyin ha, bo'ldi, tushundim deysizda. O'sha izhor qilib o'qib, iqlob qilib, idg'om qilib, ixfo qilib, keyin sekin-sekin qayta bu narsa 30-porada necha martalab keladi. O'shanda siz biznillah pishib ketadi bu narsa, bu qoidalar. Nahvat bu sukunli nun tanvin qoidalari pastda keladigan, quyida keladigan har qanday qoidalarni inshaalloh pishirib tashlaymiz Alloh taoloning izni bilan. Xo'p, demak, birinchisi izhor ekan. Izhor nima? Izhor so'zi bayon qilish degan, ochiqlash degan ma'no bildiradi. O'zimizda ham aytadi-yu, dil izhori deydi, bir narsani izhor qildi deydi, sevgi izhori deydi, ya'ni o'zini ichidagi narsani bildirish. Izhor. Xo'p, tajvid ilmi istilohida esa izhor deb harfni maxrajdan g'unnasiz chiqarib talaffuz qilishga aytiladi deyilyapti. Agar sukunli nun yoki tanvin halqumdan chiqadigan quyidagi mana bu harflarga, xo'p, hamza, ha, ayn, ha, g'oyn, xo. Mana shu 6 ta harfga harflardan oldin kelsa, uni izhor qilib, g'unnasiz aniq talaffuz qilish vojibdir deyilyapti. Izhor nima desa, izhor sukunli nun yoki tanvin mana shu 6 ta harfdan biriga yo'liqqanda, yo'liqish qanaqa? Sukunli nundan keyin mana shu harflar kelsa. Tushunali? Sukunli nun yoki tanvindan keyin mana shu harflar kelsa, mana shu harflar 6 ta harf. Buni yodlab qolishning eng oson usulini mana sizga halarni hammasi mana 3 ta harf, mana xo, ha, yumshoq h deymiz. 3 ta h, ayn g'oyn, mana ayn g'oyn va hamza. Tushunali? 3 ta h, ayn g'oyn, hamza. 3 ta h, ayn g'oyn, hamza. Mana shu harflarga yo'liqsa, izhor qilib nunni bildirib o'qiysiz. Nunni n qilib o'qiysiz.
Tushunarli? Mana misolda beryapti. Fasayan fasayun mana yun mana sukunli nun kelyapti mana fasayun g'a mana g'oyin bu yerda o'sha 6 harfdan birimi g'a mana g'iduna fasayun g'iduna. Endi sizda savol bo'lishi mumkin, bu o'zi izohda emas, boshqa birini birinchi berganda masalan nima bo'lmasdi. Hop, nunni bildirmasdan ham o'qiymizmi degan savol tug'ilishi mumkin. Hozir nunni bildirib o'qiysiz deyapti. Ha, iqlob, idg'om, ixo qoidalarida shu nunni boshqacharoq qilib o'qiladida. O'shuning uchun birinchi hozir nunni o'zi shundoq ham siz mana Nurul Bayonda ko'p mana shunaqa vaziyatlarda sukunli nundan keyin izhor qilinadigan harflarni berganda bilinmagan. Ya'ni siz nunni yashirishingiz kerak bo'lmagan. Shundoq ham. O'shuning uchun nima qilinmagan. To'xtalmagan bu narsaga. Shu siz oddiy nunni qanday o'qisangiz o'qib ketaverasiz. Fasayunghiduna. Ha? Min g'illin mana sukunli nun mana. Demak so'z o'rtasida kelsa ham, ha, alohida bunaqa bu demak bitta gapda kelishi. Ha, bu demak ikkita gapda kelsa ham, mana sukunli nun alohida bo'lib, mana g'illin mana bitta gapda bo'lyapti, mana ulanib ketgan. Bu yerda alohida gapda bo'lyapti. Min g'illin. Farqi yo'q. Yoki mana bitta tanvinda mana. La'afuvun mana vun n sukun oxirini g'afur, ha? La'afuvun g'afur. Mana shunaqa. Demak, yana bir marta qaytaraman. Izhor nima? Izhor sukunli nun yoki tanvin. Men so'rayman, izhor nima ekan desam siz javob berasiz. Sukunli nun va tanvin yoki tanvin va emas yoki sukunli nun yoki tanvin halqumdan chiqadigan bu harflar 3 ta h harfimiz. H, yumshoq h, ha va xo. Ayn, g'oyin va hamza. Mana shu 6 ta harfdan biriga yo'liqsa nunni izhor qilib g'unnasiz aniq talaffuz qilish. Tushunarli? Yana bir marta qaytaraman. Izhor sukunli nun yoki tanvin halqumdan chiqadigan mana shu 6 ta harfdan biriga yo'liqsa uni, ya'ni sukunli nun yoki tanvinni izhor qilib g'unnasiz aniq talaffuz qilish. Mana shu izhor deyiladi. Xo'p, buni bildik. Demak, keyingi qoidamiz iqlob. Xo'p, 4 tadan ikkinchisi. 4 ta qoida bor dedik. Mana izhorda o'tdik, endi iqlobda o'tamiz. Iqlob nima? Iqlob so'zining ma'nosi bir narsani boshqa narsaga aylantirishdir. Tajvid ilmida esa iqlob deb sukunli nun yoki tanvindan keyin ba harf kelganda uni mim tovushiga aylantirib g'unna bilan o'qishga aytiladi. Iqlob qilish uchun sukunli nun yoki tanvin tovushini dimog'da mim tovushiga aylantirib g'unnali talaffuz qilinadi deyilyapti. Tushunarli? Mana nun har doim nun kelganda o'zi o'qib ketavermas ekan. Nundan keyin ba harfi kelib qolsa nima qilar ekan? Nunni mimga aylantirib o'qir ekanmiz. Mana layun, to'g'rimi o'zi mana? Layun bazanna. To'g'rimi? Layun bazanna. Endi siz buni layun bazanna desangiz xato bo'ladi Qur'on o'qiganingizda. Layun bazanna desangiz to'g'ri bo'ladi. Layun mana talaffuz qilinadi deb mana bildirib qo'yilibdi mana. Layun bazanna. Nunni nligicha emasda m ga aylantirib g'unna qilib o'qiysiz. Layun bazanna. Tushunarli? Mana alimun oxirida to'g'rimi? Alimun bizatis sudur, to'g'rimi? Xo'p, endi mana bu tanvinimiz nima qilyapti? B ga yo'liqyapti. Endi siz buni alimun bizatis sudur siz xato bo'ladi. Alimun bizatis sudur siz to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Endi mana shuni bildirish uchun shu xatoni qilib qo'ymayin deb hozirgi mushaflarda anaqa mimchani qo'yib qo'yadi mana. Mana layum deb turib tepasiga nuni tepasiga anaqa mimchani qo'yib qo'yadi. Shu yerda bildirib o'qishingiz uchun layum bazanna o'qishingiz uchun anaqa mimchani qo'yib qo'ygan bo'ladi. Bu nima deydi ana? Shpargalka deydimi? Shunaqa. Xo'p. Idg'om. Demak, iqlob tushunarli, juda oddiy. Demak, o'zi 28 ta harfimiz bo'lsa, 28 tadan nunimiz mana 6 tasiga yo'liqsa nima bo'lar ekan? 6 tasiga yo'liqsa izhor qilinar ekan. Ba ga yo'liqsa iqlob qilinar ekan. 7 ta harfimiz ketdi. Xo'p, endi idg'omga o'tamiz. Idg'om so'zi lug'atda bir narsani ikkinchi narsaga kiritish degan ma'noni anglatadi. Tajvid ilmida esa idg'om deb birinchisi sukunli, ikkinchisi harakatli ikki harfni qo'shib, birinchi harfni ikkinchi harfga aylantirib, ikkilantirib talaffuz qilishga aytiladi. Xo'p, yana ham sodda tushunishga harakat qilamiz. Idg'om nima ekan? Tajvid ilmida idg'om bitta harfni, ikkita harf tasavvur qiling, ha, ikkita harf. Xo'p, birinchisi sukunli bo'lsin.
ikkinchisi harakatli bo'lsin. Ikkita harf tasavvur qilasiz. Ikkita harf, birinchisi sukuni bor, ikkinchisi harakatli. Ana shu ikkinchisi harakatli bo'lgan ikkita harf bor. O'shani qo'shib, birinchi harf bor-ku, o'shani ikkinchi harfga aylantirib, ikkilantirib talaffuz qilishga aytiladi. Hozir misollar bilan yana ham yaxshi tushunamiz inshaalloh. Tushunarli bo'libdi. Idg'om nima ekan? Demak, ikkita harf bo'lsa, birinchisini ikkinchisiga kirgizib yuborish desangiz ham bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, idg'omni turlari ikki xil bo'ladi. Idg'om, g'unnali idg'om, g'unnasiz idg'om. Sukun nundagi yoki tanvindagi qoidamizda demak ikki xil bo'lar ekan idg'omimiz. Sukun nun va tanvinda idg'om ikki xil bo'ladi, g'unnali, g'unnasiz. Xo'p, g'unnali nima degani? G'unna mana pastda aytgan g'unna mim va nun harflarini talaffuz qilganda burun bo'shlig'ida paydo bo'lib, burun orqali chiqadigan dimoqli tovush. Mana burningizni yopib mim deya olmaysiz mana. Mim g'alati bo'lib qoladi-yu, mana mim desangiz, ha? Yoki nun mana hozir burni yopganimga mim nun tovushlarim g'alati chiqyapti. Xo'p, mana shu dimoqdan chiqadigan, burundan nima qilinadigan tovush. G'unna. Xo'p, g'unnali idg'om qilinadigan harflar 4 ta. Yawmin so'zida jamlangan deyilyapti. Yawmin. Mana yo, vav, mim, nun. Mana shu harflar. Xo'p, mana shularda sukunli nun mana shu harflarga yo'liqsa nima qilinar ekan? G'unna qilinar ekan. Xo'p, mana min, mana sukunli nun bo'ldi. Undan keyin ya harfi keldi mana. Yaga yo'liqdi. Xo'p, qanday o'qiymiz endi bunisi? Min ya'mal deb o'qiymizmi? Min mana uzr man ekan. Man ya'mal deb o'qiymizmi? Yo'q, qanaqa o'qiymiz desa, yo'q, buni aytdik mana ikkita harf. Bittasi sukunli, ikkinchisi harakatli, bir-biriga yo'liqqanda idg'om qilish, bir-biriga kirgizib yuborish bo'lsa, ana nunni mana yani ichiga kirgizib yuboramiz. Qanaqa o'qiymiz desa, may ya'mal bo'ladi. May ya'mal. Faqat mana shu may ya'mal bo'lganda mana yeni nima qilamiz? G'unna qilamiz. Mana may ya'mal, mana may ya'mal. Men hozir g'unna qilmasdan aytdim. Bu xato bo'ladi. Shu g'unna qilib dimoq bilan o'qishingiz kerak. May ya'mal. May ya'mal. Tushunarli? May ya'mal. Xo'p. Fi'atun, mana fi'atun tanvin mana yo'liqyapti yaga. Fi'atun yansuruna. Ha? Fi'atun yansuru, mana sukunli nun sodga yo'liqishi keyin. Xo'p. Fi'atun yansuruna. Tushunarli? Fi'atun yansuruna yega yo'liqyapti. Fi'atun bo'lmaydi-da. Fi'atun tushunarli? G'unna qilyapti. Fi'atun idg'om qilyapsiz. Fi'atun. Xo'p. Keyingisi vovga yo'liqishi. Min valiyin, to'g'rimi? Min valiyin. Endi buni o'qisangiz min valiyin. Min valiyin. Min valiyin. Sirajan wahhaja. To'g'rimi? Sirajan wahhaja. Endi siz buni o'qiysiz. Sirajan wahhaja. Sirajan wahhaja. Tushunarli? Hop. Min ma'in. Min ma'in. Min ma'in. Tushunarli? Min ma'in emas, min ma'in. Xo'p. Keyingisi siratim mustaqim. Siratim mustaqim. Xo'p. Innaqulu malikan ne edi, to'g'rimi? Nuqatil edi. Malikan nuqat g'unna bilan. Malikan nuqatil. Tushunarli? Xo'p, keyingilari g'unnasiz idg'om. G'unnasiz idg'om qilib o'qiladigan harflar ikkita lom bilan ro. Xo'p, sukunli nun tanvin mana shu ikki harfga yo'liqsa, biz uni idg'om qilamiz. Faqat idg'omimiz g'unnasiz bo'ladi. Bo'ladi g'unnali bo'ladi. Qilib g'unna bilan qilgan. Endi bunda g'unnasiz mana. An law, to'g'rimi? An law. Allaw. G'unna qilmayapman. Allaw qilmayapman. Allaw oddiy. G'unnasiz. Allaw. Allaw. Xo'p. Mana andadan la yudillu. To'g'rimi? Andadan la yudillu. Xo'p. Shunda qanaqa qilar ekanmiz desa, andadal dal qilib g'unna qilmaymiz. Dal oddiy. Dal li
la emas, mana tagida li deb o'qiymiz. U bir tanvinda aytganim o'sha nima tagiga tagiga yozib qo'yishadi deb. Hop. Andadalliyudillu. Dalliyudall. Anda andadalliyudillu. Tushunarli? Andadalliyudillu. Hop. Roga yo'liqishi mana min robbika. Robbika. Mana bitta min mana roga yo'liqyapti. Mir robbika bo'la. Mir robbika. G'unnasi shuna kirib ketadi. Mir robbika. Tushunarli? Shuna qo'shib yuborasiz. Hop. Va basharon mana tanvin yo'liqyapti rga. Rasulan. To'g'rimi? Va basharor rasulan. Va basharor rasulan. Va basharor rasulan. Xo'p. Ixfa va o'sha 4 talik qoidamizning oxirgisi ixfa. Mana demak, yana shu yergacha bir takrorlaymiz. Demak, izhor nima edi? Bildirib o'qish. Nunni bildirib o'qiysiz. Bu 6 ta harf kelganda. Hop, ba harf kelganda iqlob qilib nunni shunday mimga aylantirib o'qiysiz. Nun endi xuddi yo'q, mim paydo bo'lib qoldi o'rnida. Baga yo'liqtirib o'qiysiz. Mim nunni mim qilib o'qiysiz. Ba 7 ta bo'ldi. Bu yerda 6 ta edi harfimiz. Bu harf bilan 7 ta harfga yo'liqishni o'rgandik. Keyin idg'omda 6 ta harfga yo'liqishni o'rgandik. Demak, mana yawminda 4 ta harf va lamro bilan 6 ta harf. Yuqorida 6 ta harf, bu 6 ta harf 12 ta harf. Ana nima iqlobdagi harfimiz bilan ba harfimiz bilan 13 ta harf bo'ldi. Xo'p. Endi qolgan 15 ta harfga yo'liqqanda mana ixfo deb sukunli nun yoki tanvin ushbu 15 ta. Ya'ni yuqorida zikr qilinmagan 15 ta harf. Shunda 15 ga ana 13 qo'shsak 28 bo'ladi-da. Umumiy harflarimiz 28 ta-ku. Mana shu 28 ta harfga yo'liqqandagi holatni ko'rib chiqyapmiz hozir biz. Demak, qolgan 15 tasi, yuqorida kelmagan qolgan 15 tasiga yo'liqqanda, ixfo harflaridan biriga yo'liqqanda, nunni o'sha harfning mahrajiga yashirib, 2 harakat miqdorida g'unna qilib o'qishga aytiladi. Yashirib degani, ya'ni nunni o'zini mahraji bor-a? O'sha nunni mahrajini mana shu kelayotgan ixfo harflar mahrajiga yaqinlashtirib, o'sha mahrajidan chiqarishga harakat qilib, o'sha yerga yashirib, ixfo qilib chiqarishga nima qiladi? Ixfo degan qoidamizga tushadi. Hop, misollar berilibdi mana. Hop, misollarni birma-bir o'qib chiqamiz. Hop, birinchisi mana. Hop, min mana sadaqatin. Min mana min o'zi min-ku mana min desam. Min emasda min nani aytaman, faqat soni mahrajiga yashirib aytaman. Min sadaqatin, tushunyapsizmi? Min sadaqatin va 2 harakat maqomi, 2 harakat miqdorida g'unna qilib turibman. Min sadaqatin. Ha? Hop, keyingisida tanvinlisini beribdi. Fa'an sof-sofa. Sodga yo'liqyapti. Fa'an sof-sofa. Fa'an sof-sofa. Tushunarli? Fa'an sof-sofa. Hop, endi kaga yo'liqishi. Hop, min mana kana. Man kana. Mana nun sukunli nun nimaga yo'liqyapti? Ka harfiga yo'liqyapti. Man kana. Hop, kitabun mana kitabun tepasiga endi yoqib qo'ygan cho'zg'i bor. Kitabun karimun. Hop, kitabun degi mana nun tanvin nimaga kaga yo'liqyapti? Kitabun karimun. Kitabun karimun. Nini aytyapman? Kitabun faqat kana mahrajiga yashirib aytaman. Kitabun karimun. Tushunarli? Hop, inshaalloh tushunarli bo'lyapti. Aytganimdek, muhim yaxshilab o'rganib olsanglar, Qur'on o'qish jarayonida ko'p qorlarni eshitishlik, ularga qiroatda taqlid qilishlik bilan sekin biiznillah bu narsalar ochilib ketadi. Alloh taolo o'zi oson qilsin. Hop, min qablu. Nun qof harfiga yo'liqyapti. Bunda ham demak biz ixfo qilishimiz kerak. Min qabl. Tushunarli? Hop. Azabun qaribun. Mana azabundagi tanvin qoga yo'liqyapti. Azabun qaribun. Hop, sin. Qawlan sadidan. Landagi mana bu tanvin
nimaga? Sin harfiga yo'liqyapti. Qawlan sadidan, qawlan sadidan, qawlan sadidan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz mana qarang. S ga yo'liqayotgan qawlan bo'lib, S ga yaqinroq bo'lyapti. Mana bitta qga yo'liqqanda miyo bo'lib orqaroqda qoni nimasiga anaqaga qoni mahrajiga yaqinlashib chiqadi. Bu yerda sani mahrajiga, sinni mahrajiga yaqinlashib. Qawlan sadidan. Tushunarli? Wala in sa'altahum, wala in sa'altahum. Bu yerda buni ham nima qilasiz? Ixfa qilib. Wala in sa'altahum. Xo'p. Keyingisi man zalladhi, man zalladhi da mana z harfiga yo'liqyapti. Man xuddi zini mahrajini chiqarib yuboraman deb o'qiysiz. Man zalladhi, man zalladhi. Xo'p. Azizun zu zuntiqom. Zu yo'liqyapti. Azizun zun azizun zuntiqom. Mana bu yerda ham nun nima qilyapti? Zun bo'lib turib sukun bo'lyapti-yu, undan keyin t ga yo'liqyapti. Bu yerda ham mana tanvin bilan ixfo bo'layotgan bo'lsa, bu yerda z ga yo'liqqancha ixfo bo'layotgan bo'lsa, bu yerda t harfiga yo'liqqancha ixfo bo'lyapti mana. Zuntiqom. Zun bu yerda ham ixfo bor, ya'ni. Zuntiqom mana. Azizun zuntiqom. Hop. Jimga yo'liqishi. Man jaa. Man jaa. Hop. Fasabrun jamilun. Fasabrun jamilun. Fasabrun jamilun. Fa. Min fiddatin. Min fiddatin. Min fiddatin. Fa. Min fiddatin. Hop. Min fiddatin ikki marta berilibdi. Hop. Keyingisi dot. Hop, bu yerda menimcha hamma harf 15 ta harfni bermagan, ba'zi misollarni berib qo'ygan. Ya'ni umum demak tushundinglar. Mana shu 15 ta harfdan biriga yo'liqsa nima qilar ekan? O'sha nunni yoki tanvinni shu harfni mahrajiga yashirib, ikki harakat miqdoricha g'unna qilib o'qilar ekan. Xo'p, keyingi darsimizda inshaalloh sukunli mim qoidalarini o'tamiz. Xo'p, demak tushunarli bo'ldi. Sukunli nun qoidalari juda ham sodda inshaalloh. Sal qiyinlik qilishi mumkin, mayli. Keyin inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Muhimi buni hammasini yodlaysiz. Keyingi dars savol javob qilaman. Dars qanday topshiriladi? Uyga nima? Uyga mana shularni yodlash hammasini. Yodlash va keyingi dars izhor nima, iqlob nima, idg'om nima, ixfo nima. Demak, keyin harf aytaman. Siz sukunli nun yoki tanvin bu harfga yo'liqsa nima bo'lishini aytasiz. Masalan, xo deyman. Siz aytasiz, xoga yo'liqqanda izhor qilamiz deysiz. Ayn deyman. Aynda ham izhor qilamiz deyman. Ba deyman, iqlob qilamiz deysiz. Vov deyman, idg'om qilamiz deysiz. Masalan, shin deyman yoki sin deyman. Ixfo qilamiz deysiz. Shunga o'xshagan gaplar. Xo'p, subhanakallohumma va bihamdi va ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka va atubu ilayk. Alloh taolo o'z foydali ilm bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.